Assalamu alaykum, to'rdagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning tarjimaholi yozilgan Shirin buloq degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda Hudaybiya sulhisidan keyingi erishgan natijalar va payg'ambarimizning har qaysi podsho amirlariga maktub yo'llashni boshlagan yerlarni o'qib o'tgan edik. Endi davomini o'qiymiz. O'qishdan burun har qaysi do'stlardan İzbasar kanaliga a'zo bo'lib qo'yishni umid qilaman. Doktor Hümeydulla bu maktub Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Hudaybiyadan qaytib kelibla Najoshiga yo'llagan maktubning asli nusxasidir deb ta'kidladi. Dalil faktlarga asoslanganda bu tekstning to'g'riligiga shak shubha yo'q. Lekin Hudaybiya sulhisidan keyin yo'llangan maktubning dal o'zi deyishga dalil yo'q. Chunki İmam Bayhaqi rahimahullah İbn İshaq rahimahullahdan naql keltirilgan maktub Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Hudaybiyadan qaytib kelgandan keyin qo'shni el podshohlariga va yoki xristian amirlariga yo'llagan maktublarga o'xshab ketadi. Uningda "Ey ahli kitob, hammamizga o'rtaq bo'lgan bir aqidaga kelayli" degan oyat karim kirgizilgan. Amaliyotda bu Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mazkur oyatni shu mezgilda yo'llagan maktublarining hammasiga kirgizgan edi. Uningda yana Ashama degan ism uchuq yozilgan, ammo doktor Hümeydulla Hudaybiyadan qaytib kelibla yo'llagan maktubning teksti dal naql keltirgani, balkim Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Ashama o'lib ketgandan keyin uning vali ahdisiga yo'llagan maktubi bo'lishi mumkin. Shunga bu maktubda Ashama degan ism saqit qilingan bo'lishi ehtimol. Mening mushundaq tahlil qilishimda faqat shu maktublarning teksti ifodalangan ichki dalil isbotdan boshqa hech qanday ochiq dalilim yo'q. Eng ajablanarli yeri shuki, İmam Bayhaqi rahimahullah İbn İshaq rahimahullahdan naql keltirgan maktubning tekstida Ashama degan ism aniq yozilgan turuqliq doktor Hümeydulla uni bu Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Ashama olamdan o'tgandan keyin uning vali ahdisiga yo'llagan maktubning tekstidir deb hesib etgan. Xo'sh, elchi Amru ibn Umayya Tuzammari raziyallohu anhu Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Najoshiga yo'llagan maktubini sog'-salomat olib topshirib berivdi. Najoshi uni oliy ehtirom bilan qo'liga olib, ko'ziga surtdi va taxtdan tushib hurmat bajo keltirdi. Andin Jafar ibn Abu Talib raziyallohu anhuning ko'rsatmasi bilan musulmon bo'lib, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga o'zining musulmon bo'lganligini uqtirib maktub yozdi. Uning maktubi tuvanligidek edi. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Allohning payg'ambari Muhammadga. Ashama Najoshidan salom. Ey Rasululloh, sana Allohning salomi, rahmati va barakati bo'lsinki, uningdan boshqa iloh ma'bud barhaq yo'qdir. Salomdan keyin, ey Rasululloh, menga sening Isa alayhissalom haqida yo'llagan maktubing tegdi. Osmon zaminning Parvardigori bilan qasamki, Isa sen tarif degandan kam ziyoda emasdir. Bu bayni sen degandekdir. Biz avatgan maktubingdan vaqiflandik. Tağangning o'g'lini hurmatladik va uning izzatini yaxshi qildik. Guvohlik beramanki, sen Allohning barhaq payg'ambaridirsan. Sana bay'at qildim va tağangning o'g'liga bay'at qildim. Uning oldida bütün olamlarning Parvardigoriga iymon etib musulmon bo'ldim. Vassalam. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Najoshidan Jafar va uning shu yerdagi hamrohlarini Madinaga yo'lga silib qo'yishni talab qilgan edi. Najoshi ularni Amru ibn Umayya Tuzammari raziyallohu anhu bilan maxsus ikki kema tayyorlab yo'lga silib qo'ydi. Shuning bilan Amru raziyallohu anhu ularni Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qishiga boshlab keldi. Bu chaqda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Xaybarda edi. Mazkur Najoshi hijriyaning 9-yili Rajabda Tabuk urushidan keyinla olamdan o'tdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam u vafot bo'lgan kuni sahobalarga uning vafot bo'lganligini xabar qilgan edi va uning namozini g'oyibona tushirgan edi. Najoshi olamdan o'tgandan keyin
Onun o'rniga boshqa bir podsho taxtga chiqib edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga yana qayta maktub yo'lladi. U musulmon bo'ldimi yo'q, bu bizga noma'lumdir. Ikkinchi, Misr podshoyi Muqavqisga maktub yo'llash. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yana Misr va Iskandariyaning podshoyi Muqavqisga to'liq ismi Jaraj ibn Matta uningga maktub yo'lladi. Maktubda mundaq deyilgan: Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Allohning bandisi va payg'ambari Muhammaddan qibtilarning kattisi Muvaqqisqaga hidoyat yo'liga ergashganlarga salom. Salomdan keyin men seni musulmon bo'lishga da'vat qilaman. Musulmon bo'lg'in, omon bo'lasan. Alloh sana ikki hassa savob ato qiladi. Musulmon bo'lishdan bosh tortsang, barliq qibtilarning gunohi sana yuklandi. Ey ahli kitob, faqat Allohga ibodat qilish, Allohga hech narsani sherik keltirmaslik, Allohni qo'yib bir-birimizni xudo qilib olmaslikdek, hammamizga o'rtaq bo'lgan bir so'zga, ya'ni bir xil aqidaga amal qilayli degin. Agar ular yuz o'rsa, ya'ni buni qabul qilmasa, bizning musulmon ekanligimizga guvoh bo'linglar. Sura Al-Imron 3-sura 64-oyat. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu maktubni yetkazishga Hatab ibn Abi Balta'a roziyallohu anhuni tanladi va bu xatni uningdan yo'lga soldi. Hatab ibn Abi Balta'a roziyallohu anhu Misrga berib, Muqavqis bilan ko'rishdi va uningga: bu yerlarda sendan burun o'zini buyuk Parvardigor deb olgan, ya'ni Fir'avn demoqchi bir odam o'tgan edi. Allah uni ilgiri va keyingi gunohlari bilan jazoladi. Allah uning bu qilmishini ravo ko'rmadi. Uningdan intiqom oldi. Shunga sen boshqalardan ibrat, ochiq savoq olg'in. Boshqalar sendan ibrat olmasin, dedi. Muvaqqis uningga javoban: bizning e'tiqod qilib kelayotgan dinimiz bor. Uni tashlayolmaymiz. Biroq uningdan yaxshiroq bo'lsa, dedi bu chaqda Hatab. Biz seni islomga da'vat qilamizki, Allah uni quvvatligüchidir. Onundan boshqa hech qanday dinni qabul qilmaydi. Bu payg'ambar, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi va sallam kishilarni ashu dinga chaqirdi. Ularning ichida bu dinga hammadan bek qarshi chiqqani Qurayshlar bo'ldi. Eng dushmanlik qilgani Yahudilar va ilmiy muomalada bo'lgani Nasaralar, Xristianlar bo'ldi, dedi. Bu yana Musa alayhissalomning İsa alayhissalom ustida bergan bishorati, İsa alayhissalomning Muhammad sallallohu alayhi va sallam ustida bergan bishoratiga o'pmi o'xshash. Bizning seni Qur'onga da'vat qilishimiz sening ahli Tavrat, ya'ni Yahudilarni Injilga da'vat qilganingga o'xshashdir. Har qanday bir payg'ambar qaysi xalqqa elchilik avatilsa, ular shu payg'ambarning ummati bo'ladi va uningga itoat qilish majburiyati bo'ladi. Senmu mushu payg'ambarning zamonidagi tabiilarning biri. Biz seni Masih, İsa alayhissalomning dinidan to'smaymiz, balki uning to'g'ri tarafini tutishga buyuramiz, deb so'zini oyoqlashtirdi. Muvaqqis: men bu payg'ambarning ishlariga nazar silib ko'rdim. U yomon ishlarga buyurmabdi. Yaxshi ishlardan hech qaysini to'smabdi. U ozg'un, sehrgar va yoki chiroqchi, kohin emas ekan. Uningda yo'shurun, g'oyib ishlarni va maxfiy yepiq sirlarni Allohga munojat qilish bilan reallikqa, ro'yobga chiqarishdek payg'ambarga xos mo'jizalarni sezdim. Men yana yaxshiroq o'ylab ko'ray, dedi-da, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning maktubini qo'liga elib imzo qo'ygandan keyin fil so'ngikidan yasalgan esil bir qachiga silib og'zini itib, yelidagi bir cho'riga berdi va arabcha yozalaydigan bir mirzini chaqirib, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga mundaq maktub yozdi. Nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Qibtilarning oqsoqili Muvaqqisdan Muhammad ibn Abdullohga salom. Salomdan keyin ma'lum bo'lgayki, yo'llagan maktubingni o'qib, uningda nimaga da'vat qilganligingdan voqiflandim. Men payg'ambar kelganligini bilatdim.
Ammo Shamdan chiqidi deb o'ylaydim. Elchingni hurmatladim va uningdan sana qibdilar ichida yuqori o'ringa ega 2 kenizak va kiyim-kechak avatdim. Qabul qilgaysan va sana atab bir qichir avatdim. Mingaysan va salom. U buningdan ortiq ifoda bildirmadi. Ham musulmon bo'lganligini jakarlamadi. Uning avatgan 2 kenzikining biri Mariya, yana biri Sirin edi. Qichir bo'lsa payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'zi atvorlab bingan duldul shu bo'lib, Hazrati Muaviya roziyallohu anhuning zamonigacha hayot edi. Mariyani payg'ambar sallallohu alayhi va sallam amriga ilib, mu'minlarning onasilik sharifiga erishtirdi. U payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga İbrahim degan o'g'ilni tug'ib bergan. Ammo Sirin degan kenzakni Hassan ibn Sabit raziyallohu anhuga berib etgan. 3. Paris, İran Şahı Kisraga mektub yollash. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Paris, İran Şahı Kisraga mundaq mazmunda mektub yollagan. Nahayati shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Allah'ның payg'ambari Muhammadin Parislarning katisi Kisraga hidoyat yo'liga ergashganlarga, Alloh va Allohning payg'ambariga iymon keltirganlarga va Allohdan boshqa iloh yo'q, Allohning sherigi yo'q, Muhammad Allohning bandisi va elchisi deb shahodat etganlarga salom. Men seni musulmon bo'lishga da'vat qilaman. Men barliq insonlarga Alloh tarafidan dili tirik kishilarni ogohlantirish va kuffarlarga azob haqidagi so'zning yo'qligini uqtirish uchun avatilgan payg'ambar, elchidirman. Musulmon bo'lsang aman qolasan, agar bosh tortsang butun majusi, otashparastlarning gunohi sana yuklanadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu maktubni avatish uchun Abdullah ibn Huzafa Sahmi roziyallohu anhuni tanladi. Abdullah roziyallohu anhu bu maktubni opirib Bahraynning oqsoqiliga topshirib berdi. Bahraynning oqsoqili bu maktubni o'z odamlari orqali Kisraga yo'llab berdimi yoki Abdullah ibn Huzafa roziyallohu anhuning o'zini avatdimi, bu bizga aniq emas. Qandaqli bo'lmasin, har holda maktub Kisraning qo'liga tegib, farscha o'rib o'qib berilibdi. U maktubni yirtib tashlab, mening puhralarimdan oddiy bir puhra qandaqsiga o'zining ismini mening ismimdan burun tilga ilishga petinibdi deb chalvoqib ketdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Kisraning bu maktubga tutgan pozitsiyasini anglab, Alloh uning xonadonligini vayron qilib etdi degaydi. Rostla uning saltanati uzun bormay gumron bo'ldi. Kisra bu qitim o'zining Yamanda turishliq valisi Bazanga xat yezib, jasur, chabdas odamdan ishkili avatib, Hijaz tavasidan chiqqan ashu odamni huzurimga topshirib bergaysan deb buyurgaydi. Bazan yenidagi odamlarni rosa qavul 2 navkarni tanlab, xat bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qishig'a avatdi. Bu xatida payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni mazkur 2 kishiga qarshilik ko'rsatmay Eronga berib, xon bilan ko'rishishga buyurgaydi. Navkarlar Madinaga kelib, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan uchrashgandan keyin ularning birisi Shohinshoh, ya'ni podshoh olam Kisra oilalari podshohimiz Bazanga maktub avatib, seni uning huzuriga avatib berishga farmon qilgan ekan. Shunga Bazan bizni seni Eronga opirib Kisraga topshirib berishga avatdi dedi va bir muncha tahdid gaplarni qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularni ata ko'rishayli deb chiqarib etdi. Dal shu soat, shu minutlarda Eron qo'shini Rum qo'shini tarafidan fojialik mag'lubiyatga yo'liqish bilan tang xon jamiyatining ichki qismida Kisraga qarshi qonliq to'polon yuz berdi. Kisraning o'g'li Shirvah otasiga qarshi siyosiy o'zgarish qo'zg'ab, uni o'ldirib, barliq huquq va saltanatni o'z qo'liga oldi. Bu ahvol Hijriyaning 7-yili Jamadul Avval 5-oyning 10-kuni seshanba kechasi yuz bergan bo'lib, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam buningdan vahiy orqali xabar topgan edi. Elchilar elchisi atdigan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan uchrashib edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularga bugun kecha Eron xon ordusida yuz bergan qonliq fojiani so'zlab berdi. Ular buni anglab cho'chib ketib,
Nima deyotganligingni bilamsan? Biz sana oddiy chora o'ylashibdiq. Sening bu aytganlaringni yezib xonga ma'lum qilamdiq, deyishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Bo'ladi, uni albatta xabarlantiringlar va aytib qo'yinglarki, mening dinim va saltanatim Kisroning qo'l ostidagi barliq ziminlarni egallaydi. Otliq va piyodalar boraligan hamma yerga boradi. Padişahinglarga yana shuni aytib qo'yinglarki, agar musulmon bo'lsa, huquqini saqlab qoladi. O'z xalqini idora qilish huquqini beraman", dedi. Elchilar Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yenidan chiqib, kechini kunduzga ulab, yo'l yurib, oxir Bazonning oldiga berib to'xtadi. Shu asnoda Bazonga Eron xon o'rdisining shahzoda Shurayhning o'z otasini o'ltirganligi va uning hokimiyatni qo'liga olganligi to'g'risida maktub keldi. Maktub nomida Shirvayh mundaq yozgan edi: "Otam sana xat yozgan hiliqi odamni mening farmonim bo'lmog'icha oldirab qo'zg'itib qo'ymag'in." Bu vaqa Bazon qatorliq Yamanda turishliq Eronliklarning musulmon bo'lishiga sabab bo'ldi. 4. Rum podshohi Qaysarga maktub yo'llash. İmam Buxoriy rahimahullah uzun bir hadisni rivoyat qilish jarayonida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Rum podshohi Qaysarga yo'llagan maktubining to'liq tekstini naql qildi. Tuvandagisi uning aynan kechirilmasidir. Nihayet shafqatli ve mehribon Allah'ның ismi bilan başlayman. Allah'ның bendisi ve elçisi Muhammeddin Rum'ның kattisi Herakliga. Hidayet yoluga ergeç güçlerge salam. Musulman bolğin, aman bulasın. Musulman bolğin, Allah sana iki hisse savab. Biri İsa aleyhisselamga iman keltirganligingning, yana biri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge iman keltirganligingning savabını beridi. Eğer İslamdan yüz örsang, barliq xalqning gunohi sana yüklenidi. Ey ahli kitob, faqat Allohga ibodat qilish, Allohga hech narsani sherik keltirmaslik, Allohni qo'yib bir-birimizni xudo qilib olmaslikdek hammamizga o'rtaq bo'lgan bir so'zga, ya'ni bir xil aqidaga amal qilaylik degan. Agar ular yüz o'rsa, ya'ni buni qabul qilmasa, bizning musulmon ekanligimizga guvoh bo'linglar. Sura Al-İmran 3. sura 64. ayet. Payg'ambar sallallohu alayhi ve sellem bu mektubni yetkizib berishga Dihya ibni Xulayfatul Kalbi raziyallohu anhuni tanladi va uni avval mektubni Busra valisiga topshirib berishga, Busraning valisini mektubni Qaysarga yetkizib berishga havola qilishga buyurdi. İmam Buxoriy rahimahullah ibn Abbas raziyallohu anhudan rivoyat qilgan yana bir hadisda Abu Sufyanning uningga aytib berishicha 10 yillik urush to'xtatish kelishimi imzolangan mezgilda Abu Sufyan Shamda tijoratda bo'layotganda Rum podshohi Herakli uni Quraysh savdogarlari bilan birga huzuriga chaqirib qabul qilgan. Ya'ni ular İliyai, Yerusalim ya'ni Baytul Muqaddasga chaqda podshoh Qaysar Hijazdan kelgan arab savdogarlar bilan ko'rishgan va ularni o'z majlisiga chaqirgan. Uning atrofida Rum davlatining oliy davlat arkonlari o'tirgan. Abu Sufyan mundaq degan: Podshoh majlis ahliga diqqat buyrug'i bergandan keyin tilmoch orqali qaysinglarning nasabi, ya'ni urug' tuqqandachiligi yiliqi o'zini payg'ambar deb olgan kishiga yaqinroq deb so'radi. Mening nasabim eng yaqin desam, u meni o'ziga yaqin o'tirishga, boshqa hamrohlarimni mening kaynimda o'tirishga buyurdi. Ondan u tilmoch orqali hamrohlarimga: "Men buningdan, ya'ni Abu Sufyandan hiliqi kishi to'g'riliq bir qancha savol so'ramoqchi. Navoda uning gapiga yolg'on aralashib qolsa, darhol rad qilinglar", dedi. Abu Sufyan yana mundaq degan: "Alloh bilan qasamki, mubodo ularning mening yolg'on so'zlaganligimni dastak qilishidan qo'rqmasam edim, albatta ancha-muncha yolg'on yovdoqlarni aralashtirib qo'ygan bo'lardim." Ondan u mendan so'radi: "Uning oranglardagi nasabi qandoq?" "Isil nasab. Uning ya'ni Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Burun oranglarda payg'ambarlik da'vosi qilgan kishi bo'lganmi?" "Yo'q." "Uning ota-bobolari ichidan podshohlar chiqqanmi?" "Yo'q."
Uningga yuqori tabiqadagilar ergashdimu yoki tuvan tabiqadagilarmi? Tuvan tabiqadagilar. Uningga ergashganlarning soni ko'payotamdi yoki ozayotamdi? Ko'payotidu. Uningga ergashganlar ichida uning dinini yoqtirmay yenib olganlar bormi? Yo'q. U payg'ambarlik da'vosi qilishning oldida uni yolg'onchilik bilan ayblaganlar bormi? Yo'q. Uning ahdiga vafosizlik qilgan biri bormi? Hozir biz uning bilan kelishim tuzishdik. Mushningga xiyonat qilamdi yo'q bilmayman. Abu Sufyan menga mushu so'zni qo'shib qo'yishdan boshqa bir kalima so'zga imkoniyat bo'lmadi degan. Uning bilan urush qildinglarmi? Ha, urush qildik. Qaysinglar yangdinglar? Ba'zida u yangdi, ba'zida biz yangdik. U sizlarni nimalarga buyuryotdi? U bizni yakigona bir Allohga ibodat qilishga, Allohga hech narsani sherik keltirmaslikka, ota-bobomizning noto'g'ri yo'llarini cho'rib tashlashga, namoz o'qishga, sadaqa berishga, rostchil, iffetlik bo'lishga va urug' tuqqanlarga sili rahim qilishga buyuryotdi. Gap mush yerga kelganda Qaysar tilmash orqali Abu Sufyonga mundoq dedi: Senden uning nasabini so'rsam, uning isil nasablik deding. To'g'ri. Payg'ambarlar isil nasablik bo'ldi. Yana ilgari oranglarda payg'ambarlik da'vosi qilgan kishining yo'qligini aytding. Agar payg'ambarlik da'vosi qilgan kishi bo'lgan bo'lsa, Muhammad shuni do'rab chiqqan kishi ekan deytdim. Uning ajdodlarida birasi podshoh bo'lganmi desam, yo'q deding. Shundaq bo'lsa, ajdodining shohlik taktiga varislik qilmoqchi bo'pti deytdim. Yana uni burun yolg'onchilik bilan qoralanmagan deding. U kishilarga yolg'on aytmagan ekan. Allah albatta yolg'onni to'qimaydi. Uningga tuvan tabiqatlar ergishibdi, intayin to'g'ri. Payg'ambarlarga tuvan tabiqatlar ergishidi. Uning ergash kuchlari ko'payotidi deysan taxi. Iymon ahli ana shundoq ko'payib boradi. Uning ergash kuchlari ichidan yenib olganlar yo'q deding. Shundoq iymonning halovati kishilar qalbiga singan seri ularning maydoni mustahkamlandi. Uni buningdan ilgari va'dasiga xiyonat qilmadi deysan. Payg'ambarlar azaldila xiyonatdan xoli kishilardir. U nimalarni buyuruydi desam, Allohga ibodat qilishga, uningga sherik keltirmaslikka, butqa cho'qinmaslikqa, namoz o'qishga, sadaqa berishga va iffetlik bo'lishga buyuruydi deysan. Agar deganlaring rost bo'lsa, u men turayotgan mushi ziminlarni pat orada egallaydi. Men uning cho'qim chiqadiganligini bilatdim, ammo sizlardan chiqadi deb o'ylamaydim. Agar uning bilan uchrashishga imkon bo'lsa, cho'qim uchrashishga tirishman. Navoda uning huzurida bo'ladigan bo'lsam, uning putquliga suv qo'yatdim. Ondan odam chaqirib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam avatgan maktubni o'qishga boshladi. Maktub o'qilib bo'luvdi. Podshoh Qaysarning huzurida varang-churung ko'tarilib ketdi. Shuning bilan biz chiqib ketishga amr qilindik. Abu Sufyan mundaq deydi: Shuning bilan men chiqib ketib o'z odamlarimga, u Muhammadning sallallohu alayhi va sallamning ishi Rum podshohini cho'chitdek bo'lib qopta dedim. Va shuningdan e'tiboran u payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ishi cho'qim g'alaba qiladi ekan degan o'yda bo'ldim. Oxir Alloh meni islomga musharraf qildi. Mana bular Abu Sufyanning payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning maktubining Rum podshohi Qaysarda qoldirgan ta'sirotlarini o'z og'zi bilan bayon qilishidir. Bu maktub Qaysarda shundoq yaxshi ta'sirotlarni qoldirgan ediki, u payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning maktubini elib borgan elchi Dihya ibn Xulayfa roziyallohu anhuni nurg'un mol, mata va kiyim-kechak qatorliq so'q salomlar bilan tortiqlagan. Afsus, Dihya qaytashida Asma degan yerga kelganda Yuzam qabilasini bir to'p qaraqchilar uning oldida to'sib, uning yendiki jimi narsini bo'lib oldi. Shuning bilan Dihya Tul Kalbi roziyallohu anhu uyiga qaytmay, ulug' payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qishig'iga kelib, ahvolni ma'lum qilibdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam darhol Zayd ibn Haris roziyallohu anhuni Asma Vodil Qur'onning chet tarafidagi joyga 500 kishi bilan jazo yurishi qilishga avatdi. Zayd ibn Haris roziyallohu anhu Asmodagi bu qaraqchilarga tuyuqsiz hujum qilib, nurg'un odamni o'ldirdi va 1000 to'yga 500 qo'yni g'animat oldi.
ayollar va bolalardan 100 ni əsir ilib Mədinəyə yalab gəldi. Əslində Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm bilən Cuzam qəbilesi otursa əhd girişim var idi. Şuna bularning başlığı Zeyd ibn Rifaə Cuzami dərhal Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmnin qışığa kelib davalashdi. Zeyd ibn Rifaə və onun qavmidəki bir türküm kişilər xeyli burunla musulmon bo'lgan bo'lib, qaraqchilar Dihyaning yo'lini to'sqanda Zeyd və onun adamları Dihya tərəfdə turib onunğa yordam bergan. Şuna Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm onun bu davasını qəbul qilib, g'animat ilingan mol, mulk və əsirlarni qaytarib berishga buyurdi. 5. Munzir ibn Saviga məktub yollaş. Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm Bəhrəyinnin baş valisi Munzir ibn Saviga məktub yollab, onu İslamğa dəvət qildi və bu məktubni Əlai ibn Həzzəmi raziyallahu anhudan əvətdi. Munzir məktubni tapşırıb alğandan keyin Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmgə "Ey Rasulullah, məktubunu tapşırıb elib Bəhrəyin xalqiga yetkizdim. Ularning bir qismi bu chaqiriqqa ovoz qo'shib musulmon bo'ldi. Yana bir qismining ideyasi texi hal bo'lmadi. Mening tavallikimda Majusi, otashparastlar va yahudilar bor. Bular to'g'risida nima qilishni buyursan?" deb javobnoma yozdi. Shunga Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm onunğa yana mundaq deb məktub yozdi. Nəhayət şəfqətlik və mehribon Allahның ismi bilan başlayman. Allahның Peyğəmbəri Muhammeddin Munzir ibn Saviga salam. Mən Allahqa həmd sana aytman ki, onundan başqa ilah yoxdur və guvalıq beriman ki, Muhammed Allahның bəndisi və elçisidir. Salamdan keyin ma'lum bo'lg'ay ki, mən sana Allahni əssiltiman. Kimki samimiy sodiq bo'ladi ekan, o'ziga foydaliq, kimki mening elchilarimga itoat qilsa va ularning buyrug'iga bo'ysunsa, menga itoat qilgan bo'ladi. Har kim ularga samimiy sadoqatlik bo'lsa, menga sodiq bo'lgan bo'ladi. Mening elchilarim sening yaxshi tarafingni qilib kepti. Men seni xalqing uchun shafi vakil qildim. Musulmon bo'lganlarga chiqilma. Men asi gunohkorlarning gunohini kechirdim. Sen bu kechirgin. Sen bizga sodiq bo'lsanglar, seni amringdan bo'shatmaymiz. O'z dinida qolgan Yahudi va Majusilardan jizya, qo'g'dash kapida taqqa ilinsa bo'ladi. Vassalam. 6. Yamamaning bosh valisi Havza ibn Aliga məktub yollaş. Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm Yamamaning bosh valisi Havza ibn Aliga mundaq məktub yolladı. Nəhayət şəfqətlik və mehribon Allahның ismi bilan başlayman. Allahның Peyğəmbəri Muhammeddin Havza ibn Aliga və hidayət yoluga ergəşkənlərə salam. Salamdan keyin shuni bilishing kerakki, mening dinim odamzod bor yerning hammasiga tarqaladi. Musulmon bo'lsang aman bo'lasan va seni yanala valiylik o'rningda qoldirman. Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm bu məktubni yetkizish uchun Salid ibn Amru raziyallahu anhuni tanladi. Salid raziyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmning möhürü bisilgan bu məktubni apirib Havzaga topshirib beribdi. Havza uni qizg'in qarshi olib, o'z loyiqida izzat ikrom qildi va Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmning məktubini o'qitib angladi. Ondan Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmning məktubiga javob qaytarib, sizning da'vat qilganlaring nihoyat ahamiyatli yaxshi ishlar ekan. Bütün arablar mendan tap tortidi. Shunga meni ishingga sherik qilsang, sana ergishiman deb məktub qaytardi. Hamda nurg'un so'g' salom va Hajarda ishlangan rəxlərdən tartib yolladı. Salid raziyallahu anhu iliqi narsa keraklarni ilib, Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmnin qışığa kelib, əhvalını yetkizibdi. Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm onun xətini oqub görüb, u məndən bir parça yer so'rasımı berməyman. Onun özümü və hakimiyyətimi veyran boludu, dedi. Şundan xeyli keyin Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm Məkkə fəthisini qaytib kelgan çeği idi. Cibril alayhissalom onunğa Havzaning o'lganlik xabarini yetkizdi. Shu chaqda Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm yaqinda Yamamada payg'ambarlik da'vosi qiladigan bir qizzat maydonga keladi. Ondan u men olamdan o'tgandan keyin
yo'qotidi, dedi. Bireylen. Ey Resulullah, onu kim öldürdü? Deb so'ragaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam. Sen ve senin hemrahların deb javob berdi. Keyin rost shundaq bo'ldi. Shundaq qilib bu qitimliq kitob o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Kelar qitim ko'rishaylik. Xayr xo'sh, Allohga omonat. Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning tarjimaholi yozilgan Shirin buloq degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda Payg'ambarimizning islomga da'vat qilish uchun boshqa shaharlarning valiylari va podshohlariga maktub yo'llaganlarini o'qib o'tgan edik. Endi davomini o'qiymiz. Damashqning valisi Haris ibn Abi Shimmirga maktub yo'llash. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Damashqning valisi Harisga tuvandagi mazmunda maktub yo'lladi. Nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Allohning payg'ambari Muhammaddan Haris ibn Abi Shimmirga, hidoyat yo'liga ergashganlarga, Allohga iymon etganlarga va Allohni e'tirof qilganlarga salom. Salomdan so'ngra men seni sherik yo'q, yakki yegona bir Allohga iymon keltirishga chaqiraman. Shunda qilsang o'rning saqlanib qoladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu maktubni yetkazib berishga Asad ibn Huzayma qabilasidan Shujaa ibn Vahab roziyallohu anhu ni tanladi. Shujaa roziyallohu anhu maktubni ilib berib Harisga topshirib beribdi. U mening valiyligimni kim tortib olaydi ekan? Uning bilan chuqum lashkar tortib berib urushiman, dedi va musulmon bo'lmay qiliverdi. Umman podshohiga maktub yo'llash. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Julandining ikki o'g'li, Ummanning podshohi Jayfar va uning qarindishi Abdiga maktub yo'lladi. Maktubning teksti mundaq edi. Nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Muhammad ibn Abdulladin Julandining ikki o'g'li Jayfar va Abdiga. Hidoyat yo'liga ergashganlarga salom. Salomdan keyin men sizlarni musulmon bo'lishga chaqiraman. Musulmon bo'lsanglar amon bo'lasizlar. Men hayot insonlarni ogohlantirishga, kuffarlarga Allohning azobining barhaq ekanligini uqtirishga avatilgan payg'ambardurman. Musulmon bo'lsanglar o'z mansibinglarda qolasizlar. Agar bosh tassanglar huquqinglardan ayrilib qolasizlar. Yurt makoninglar otliq qo'shinning to'yaq ostida qoladi. Mening payg'ambarlikim tavayinglarda chuqum g'alaba qiladi. Vassalom. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu maktubni yetkazish vazifasini Amru ibn As roziyallohu anhu ga topshirdi. Amru ibn As roziyallohu anhu mundaq deydi. Men maktubni ilib chiqib, oxir Ummonga yetib bordim. Men u yerga yetib berib, avval Abdi bilan ko'rishdim. Abdi Jayfarga nisbatan mijoz xulqi tamkin odam edi. Va uningga men Rasulullohning sen va sening qarindishing Jayfarga maxsus avatgan elchisidirman dedim. U menga qarindishim Jayfar yoshda va huquqda mendan cho'ng. Shunga men seni uning bilan uchrashtiray. Maktubingni u o'zi o'qib ko'rsin dedi. Ondan u sen nimaga da'vat qilasan deb so'radi. Men uningga Alloh bir, yakigona, sherik yo'q deb bilishga, Allohdan boshqa yolg'on ma'budlarni cho'rib tashlashga, Muhammad sallallohu alayhi va sallamni Allohning bandisi va elchisi deb guvohlik berishga da'vat qilaman dedim. U menga "Ey Amru, sen xalqing ichida xeyli nupuzliq odam, aytqina, sening otang qandoq qildi? Uni biz o'zimizga ulga qilayli" dedi. Men u iymon keltirmay o'lib ketdi. Men hozir uni iymon aytib musulmon bo'lgan bo'lsichu deyman. Menmu yaqinga qadar otamga o'xshash tunishda edim. Yaqinda Alloh meni hidoyatga boshlab musulmon bo'ldim dedi. Abdi mendan "Uningga sen qachondan beri ergashding?" deb so'radi. Men "Uzoq bo'lmadi" deb javob berdim.
U yana mendan qayerda musulmon bo'lganligimni so'ragan edi. Men Najoshining huzurida musulmon bo'lganligimni va Najoshiningmi musulmon bo'lganligini aytsam u Najoshining xalqi uning hokimiyatini qanday qildi dedi. Men uning xalqi uni o'z o'rnida qoldirdi va uningga agashdi dedim u. Bosh poplar va rohiblarning hammasi agashdimi? deb so'radi. Men ha, ular agashdi deb javob berdim abdi. Emro, obdan o'ylab so'zligin. Odamga yolg'onchilikdan qabih rasvochilik yo'q, dedi men. Qat'iy yolg'on aytmadim. Yolg'on aytishni dinimizda qat'iy ravo ko'rmaymiz, dedim. Ondan u Podshoh Hiraqli Najoshining musulmon bo'lganligini uqmagan bo'lsa kerak, dedi. Men albatta uqqandi, dedim. U buni qanday bilasan deb so'radi. Men Najoshi aslida Hiraqliga ulpon topshirib turdi ekan. U musulmon bo'lib payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga agashgandan keyin Azbroyi Xudo u ya'ni Hiraqli mendan bir tiyin so'rasimi bermayman deb qasam qilibdi. Bu gap Hiraqlining quloqiga yetgan ekan, qerindishi Niyoq uningga necha vaqtdan beri sana el bo'lib ulpon topshirib kelgan bir quling amdilikda biroqla itoatdan chiqib sening diningni tashlab yangi bir dinga moyil bo'lib ketsa uni o'z mayliga qo'yvatsang to'g'ri bo'lamdi debdikan Hiraqli. Kishi o'ziga bir dinni tanlab uningga berilib ketsa men to'sib nima qilatdim? Qasam qilamanki huquq mansabni demisam menmi uning qilg'inini qilar edim deb raddiya berganmish dedim u. Amru etqanlaring rostmi deb so'radi. Men Azbroyi Xudo rost bo'lmaychi dedim. Abdi Muhammad nimalarga buyuriydi? Nimalardan to'sidi? Menga aytib bergin dedi. Men dedimki, u Allohga itoat qilishga buyuriydi va uningga osiylik qilishdan to'siydi. Yaxshi ishlarni qilishga, sizlar rahimni uzib qo'ymaslikqa buyuriydi. Zulm silish, boshqalarning haqqini yevilish, zina qilish, aroq ichish, tosh tikan, but haykallarga va kirsit tilmutlarga cho'qinishdan to'siydi dedim. Abdi buni anglab uning da'vat qilganlari nimga yaxshi? Agar qeyrindishi ma'qul ko'rsa, uning oldiga berib musulmon bo'lib kelgan bo'ladi. Lekin uning Muhammadga sallallohu alayhi vasallam biqinib huquqining tuvanlab ketishiga ko'z qiymaydi, dedi. Men uningga agar qeyrindishing musulmon bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni o'z mansibida qoldirdi-da, u boylardan zakot elib, kambag'allarga tarqitib berib, hukm sursa bo'laverdi degaydim. U Amru, bu yaxshi qoida ekan. Sadiq zakot degan nima deb so'radi. Shuning bilan men uningga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bekitgan islom dinining iqtisodiy jihatda mol-mulklarga qaratilgan ushra va zakot majburiyatlarini tushuntirib, to'ga haqida to'xtalib edim. Abdi ibn Julandi Amru, yoyloqda biqilayotgan chorvalarimizda zakot ilinamdi deb so'radi. Men ha, albatta ilindi dedim. U Alloh bilan qasamki, mening xalqimning yurt mahalla manzillari keng ham tarqoq, chorvalari ko'p, buningga itoat qilmoqi tez dedi. Amru ibn As raziyallohu anhu mundaq deydi. Shunda qilib men uning uyida bir qancha kun turdim. U qeyrindishi Jayfarga mening kunlik ahvolimni, aytgan so'zlarimni yetkazib turdi. U bir kuni meni chaqiribdi. Shunga men uning yoniga bordim. Uning odamlari meni to'smoqchi bo'lib edi. U menga kirishga ijozat berib ishorat qildi. Men kirib Jayfarning qishida o'tirishga tamshilib edim. Ular meni o'tirg'izmadi. Uningga qarsam u "Gaping bo'lsa degin" dedi. Men uningga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muhri bisilgan maktubni uzatib edim. Jayfar maktubni ichib o'qib, oxirlashtirib qeyrindishiga berdi. U maktubni ilib o'qidi. Jayfar maktubdan xeyla ta'sirlanganda qiladi. U mendan Amru, Qurayshlar qanday qildi deb so'radi. Men uningga javoban ular Muhammad sallallohu alayhi vasallamga agashdi, ya'ni o'z ixtiyori bilan uning diniga kirdi va yoki qilish bilan itoatga keldi dedim. Jayfar uning yinda qanday odamlar bor deb so'radi. Men odamlar islomga moyil bo'lib ketdi.
Ular islom dinini boshqa dinlardan afzal bilmoqda. Avam xalq hozir Allohning hidoyat ato qilishi va o'zlari aql farosat ko'zlarini ochib tafakkur qilishi bilan o'zlarining o'tmishining ozg'unlik va gumrohlikda o'tib ketganligini his qilishmoqda. Endi hozir mushu atrofda salliqib qolding. Bugun sen musulmon bo'lib, uningga tabi bo'lmasang, ata uning otliq qo'shini sening bog'-varon, uy makonlaring atrofida paydo bo'ladi. Musulmon bo'lsang omon bo'lasan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam seni o'z mansibingda qoldirdi. Otliq qo'shin deganlarni ko'rmaysan, dedim. U menga bir kunlik muhlat bergin, ata degan uchrashayli, dedi. Shuning bilan men Jayfarning hinidan chiqib, uning qeyrindishi Abdining hiniga bordim. U menga: "Ey Amru, men u Jayfarning o'z huquqiga tortishib qolmasa, cho'qim musulmon bo'lishiga ishinaman", dedi. Әдісі әттеген оның hiniga kelib ular meni kirgizmedi. Şoňa yana qaytib ketip, onun qeyrindishi Abdining hiniga berip, Jayfar bilan uchrashalmaganligimni aytdim. Abdi meni qeyrindishi Jayfar bilan ko'rishtirdi. U mundaq dedi: "Men sening da'vat qilgan ishlaring to'g'risida ko'p o'ylandim. Bir odamning lashkari kuchini ko'rmay turib, qo'limdagi huquqimni uningga o'tkazib bersam, suni ko'rmay kiyim soldigan qobiliyatsiz odam bo'lib qolgudakman. Uning qo'shini yetib kelgan taqdirdimi ko'rgulikini ko'rdi", dedi. Şoňa men uningga ata yo'lga chiqadiganligimni aytdim. U mening rostla qaytmoqchi bo'lganligimni jazm qilgandan keyin qeyrindishi Abdi bilan birdam ayrim maslahatlashib mundaq deyishibdi: "Biz Muhammad sallallohu alayhi va sallam bilan qarshilashib foyda topolmoqdakmiz. Muhammad maktub avatgan ellarning ko'p qismi uningga itoat bo'yinlarini egibdi. Shuning bilan adisi atiganda u menga odam avatib, akka-ufka ikkilisi islomni qabul qildiganliklarini bildirib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga mutabiat qildi. Mening zakot va ular orasidagi haq talab da'vo ishlarini shariat bo'yicha ayrishimga sharoit hozirlab berdi va qarshilik qilganlarga men tarafda turib yordam qildi. Qissaning jarayonidan qaraganda, bu maktubning ularga avatilgan vaqti boshqa podshoh va valiylarga maktub avatilgan vaqtdan ko'p keyin ekanligi, bo'libmi Makka fathi qilingandan keyin avatilganligi ma'lum bo'ladi. Shundoq, mana mushu maktublarni avatish orqali Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'zining da'vat sadosini shu mazgildagi jahon hukmronlarining ko'p qismiga yetkazdi. Ularning ichida iymon etgan musulmon bo'lganlarimi, bo'yin to'lg'ab mushrik holatda qolganlarimi bo'ldi. Lekin bu sada shu mushriklarning butun yodini qopladi. Ularga Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning nom sharifini, diniy maslak nishonini uqtirdi. Hudaybiya sulhisidan keyingi lashkari harakatlar. G'oba jingi yoki ziqorat jingi. Bu urush Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan qarshilashish maydonida ching turib, bulongchilik va qaroqchilik jinoyatlari bilan shug'ullanayotgan Bani Fazarilik bir uchum jinoyatchilar guruhiga qarshi ilib berilgan qo'g'lab zarba berish harakatidir. Bu urush Hudaybiya sulhisidan keyin Xaybar urushidan ilgari ilib berilgan. İmam Buxoriy rahimahulloh mazkur bobning tarjimasida bu urushni Xaybar urushidan 3 kun ilgari tashkillangan deb zikr qildi. İmam Muslim rahimahulloh Salima ibn Akva roziyallohu anhuning hadisini naql keltirib, yuqoriki qarashni kuchaytdi. Ko'p qism tarixshunoslar bu urush Xaybar urushidan xeyli ilgari qilingan deb qaradi. Ammo Sahihul Buxorining rivoyati to'g'riga eng yaqindir. Mushu urushning bosh qahramoni Salima ibn Akva roziyallohu anhudan naql qilingan so'z shuki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sadiqa to'gilarini Ribah ismli chaqirdan yayloqqa baqqil avatga edi. Men Ribah bilan Abu Talhaning itiga minib chiqqan edim. Adsi tong saharda Abdurrahmon al-Fazari Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sadiqa to'gilariga hujum qilib, padichini o'ltirib etib, to'gilarning hammini bulab, haydab ketibdi. Shunga men: "Ey Ribah, sen bu otni minib darhol Abu Talhaga opirib bergin.
ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemge ahvoli xabar qilgin dedim. Andin biz cho'qqiga chiqib Madinaga qarab, "Ya Sabah, ya" deb 3 qitim to'lidik. Andin ularning iziga tushib, ularni qo'g'lab, keyindin o'qqa tutib mundaq qo'shaq to'qidim. "Menki Akva o'g'limman, sarvozlarning bolasi. Yağar bugun beshiga razil yovning balasi." Allah bilan qasamki, men ularni to'xtamay o'qqa tutib kashila qilib turdim. Düşman keniga yenib qo'g'lisa daraxt tuviga mukinib olatdim-da, andin ularga o'q uzib yer tishiltatdim. Hatto bir chaqda ular bir tog'ning jiliga, qaptallariga kirib edi. Men heliqi tog'ning ustiga chiqib, ularga tosh dumiltishga boshladim. Mana shunday qilib ular bulab ketgan to'gilarning birini qo'ymay tortib olib, keyniga qaytirib etdim. Ular oxir to'giga qaramay tikib etishdi. Andin yana ularning keyindin o'q uzib qo'g'lashga boshladim. Ular oxir bo'lolmay, yenikrak yo'l yurish uchun 30 qurdan oshiqroq kiyim-kechak va 30 dona nayza chumoqlarni tashlab ketdi. Ular tashlaganlar narsaga Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam va sahobalar bilib olsin uchun tosh to'qmoqlar bilan belga qo'yib maqdim. Bir chaqda ular tog' ichida bir qaptal eg'iziga kelib, g'izonishga o'ltirib edi. Men shu tog'ning cho'qqisiga o'rladim. Bu chaqda ulardan 4 kishi taqqa yamishib chiqdi. Şuna men ularga, "Meni bilishamsan, men degan Salima ibn Akva bo'laman. Men kimning peyiga tushsam, uni tutmay qo'ymayman, ammo hech kishi meni qo'g'lab tutolmaydi" dedim. Shuning bilan ular astag'ina tog'dan tushib ketishdi. Shu topda men texi o'rnimdan qo'zg'almagan edim. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning otliq va piyodalik qo'shini edirliqlar orasida paydo bo'ldi. Eng dastlab Ahramni ko'rdim. Uning keyinda Abu Qatada paydo bo'ldi. Orqasidan Miqdad ibn Asvad iz qo'g'lab chepib keldi. Ahram kelib Abdurahmon al-Fazari bilan tutishib qoldi. Ahram Abdurahmonning etiga qilich urib yiqitgan edi. Abdurahmon uningga nayza urib o'ldirib etdi. Ondan Ahramning etiga minib qochmoqchi bo'lib edi. Uningga Qatada yetishib olib keyindan nayza urib yiqitdi. Buni ko'rib qaraqchilar badar tikib etishdi. Biz ularning keyindan qo'g'lashga boshladik. Men piyoda yuguraytdim. Oxir ular bütün bir kun och, ussiz bo'lganlikdan kun petish oldida Ziqarat deb atiladigan bir suv bo'yiga kelib tushdi. Men ularning orqasidan iz besib kelib suga yaqin keltirmadim. Ular bir timim suv ichadigan bo'lsa kashki. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam va boshqa musulmonlar gugum tushgandan keyin yetib keldi. Men dedimki, "Ey Rasululloh, ular hozir och, ussiz. Manga 100 odam qo'ssang, ularning at uloqlarini tortib olib, qarshilashganlarning beshini ilib kelgan bo'lsam." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam manga, "Ey ibn Akva, ilmi ko'p jasorat ko'rsatding, endi bo'ldi qilg'in" dedi. Andin yana, "Ular endi G'atfonga berib to'xtaydi" dedi. Andin Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu qitimqi qo'g'lab zarba berish harakatini xulosalab, "Bugungi chavandozlarimizning yaxshisi Abu Qatadadir. Piyodaliklarning yaxshisi Salima ibn Akvadir" dedi. Va menga 2 ulush, biri piyodaliklarning, yana biri otiqlarning o'ljisini berdi. Andin meni Azba Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning to'gisining keyniga mindirib Madinaga qaytdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu urushda Madinada o'z o'rniga Abdullah ibn Ummu Maktumni qoldirgan va jang alimini Miqdad ibn Amriga tutqizgan edi. Xaybar va Vadul Qura jangi Hijriyaning 7-yili Muharram. Xaybar ayni chaqda Madina Munavvarning shimolidagi 60 yoki 80 mil. 1 mil 1550 metr. Yiroqlikqa joylashgan qal'a va istiqomliq dehqonchilik va bog'bonchilikni asos qilgan cho'ng shahar edi. U hozir havo klimati degandek yaxshi bo'lmagan bir kanitdir. Urush qo'zg'ashning sababi Hudaybiya sulhisidan keyin Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam düşman 3 birlashma qanoti ichidagi eng kuchli bir qanotdan xotirjam bo'lib qolgan 2 qanot düşman, ya'ni Yahudilar va Najdi qaroqchi badaviylardan hisob olmoqchi bo'ldi. Shunda qilganda mazkur rayonning tinch amonligini va xotirjamligini mukammal ravishda ishga oshirg'ili bo'ladi.
Musulmonlarmı uzunga so'zilgan bu qonliq to'qinishlardan qo'l uzib, Allohning elchiligini yetkazish va dinni da'vat qilib berish ishlari uchun ishnalaydi. Xaybar uzoqdan beri suiqasd va makkorlikning uvisi, qurolliq to'polonning tayanch bazasi, ig'vogarchilikning va malmonchilikning manbasi bo'lib kelgachga, musulmonlar hamidan avval diqqat e'tiborini mushu yerga markazlashtirishi kerak edi. Xaybarni mundaq tunishtirishimizning sababi Xaybarlik yahudilarning musulmonlarga qarshi ahzob ko'p qabila birlashma qo'shinni tashkillashda boshlamchi bo'lganligi. Ahzob urushi davomida Bani Qurayza yahudilarini ahdiga vafosizlik qilishga va kelishimga xiyonat qilishga kuch kiritganligi. Ondan yana munofiqlar, ya'ni musulmonlar orasidagi 5-saf josuslar bilan hamda G'atfon va Badaviylar, ya'ni dushman birlashma kuchlarining 3-qanoti bilan yoshurun aloqalashganligi, hatto o'zlarining bevosita urushga qatnashganligida edi. Biz bularni unutib qolganimiz yo'q. Ular bu harakatlar orqali musulmonlarni ko'plagan talofatlarga uchratdi. Hatto texmu hadidan eshib, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni qaslab o'ltirish planini tuzishdi. Ayni chaqda musulmonlar bu yo'lsizliklarga qarata orqa qo'shin tortishqa va Salam ibn Abil Huqayiq va Usayr ibn Zarimga o'xshash suiqasdchilarning katta boshlarini yoshurun ujuqtirib etishga majbur bo'lgan edi. Lekin musulmonlarning zimmasiga yuklangan majburiyat bir yoki 2 o't quyruqi badabaxtni yo'qotish bilanla ado topmaydi. Balki texmu keng ko'lamlik va texmu umum yuzlik harakat qo'llanish kerak edi. Biroq ayni chaqda musulmonlar zimmasidagi bu majburiyatni ado qilishni ko'p kechiktirgan edi. Sababi ularning ko'z oldida yahudilarning kuchidan necha zo'r, jangovarligi yuqori, adovati kuchlik, bosh egmas asabiy dushman, ya'ni Quraysh mushriklari hamla qilib turmoqda edi. Bu qitim ularning oldingi safdan chekinib, yuz turana qarshilashishdan o'zini chetga ilishi bilan musulmonlarga parda orqasida turib, jinoyat sodir qilayotgan jinoyatchi unsurlardan intiqom oladigan sharoit pishib yetildi. Ya'ni ular bilan hisob-kitob qiladigan kun oxir yetib keldi. Xaybarga yurish qilish. İbn İshaq rahimahullah mundaq degan: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Hudaybiyadan qaytib kelib Madinada Zulhajja va Muharram oylarida ozroq turib mushu oy, ya'ni Muharramning oxirlarida Xaybarga yurish qildi. Mufassirlar buni Alloh taolo o'zining "Alloh sen oladigan nurg'un g'animatlarni va'da qildi. Buni, ya'ni Xaybarning g'animatini hammadan burun ato qildi" degan oyati orqali bergan va'dasining amallashidir deyishidir. Musulmonlar qo'shinining soni. Oldingi yilidagi Hudaybiya urushida munofiqlar va imoniy ojizlar payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan birga urushga chiqmay yenib olgan. Bo'lg'achqa payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga Alloh taolaning tarafidan mundaq farmon bo'lgan edi. Hudaybiyaga chiqmay qilib qolganlar g'animat ilish uchun chiqqan vaqtinglarda biz sizlar bilan birga chiqayli deydi. Ular Allohning Xaybar g'animatiga Hudaybiyaga chiqqanlarga xos qilganligidan iborat so'zni o'zgartmoqchi bo'ladi. Ularga aytqinki, biz bilan chiqishinglarga hargiz bo'lmaydi. Alloh ilgari mushundaq degan. Ular undaq emas, ya'ni Alloh undaq demagan. Sizlar bizga hasad qilyapsizlar deydi. Undaq emas, ular Allohning kalomini faqat yuzagina tushunadi. Qur'on Karim sura Fatih 48-sura 15-oyat. Şuna Peygamber sallallahu alayhi ve sellem Xaybarga atlanish oldida men bilan faqat urushqa qiziqadiganlar chiqsin deb jakarladi. Şuna bu qitim Ashabu shajar Hudaybiyada daraxt tuyida Peygamber sallallahu alayhi ve sellemga ahdi berganlar. Shularla atlandi. Ular 1400 kishi edi. Peygamber sallallahu alayhi ve sellem o'z o'rniga Madinada Sibai ibn Arfatatul G'ifari raziyallohu anhuni qoldirdi. İbn İshaq rahimahullah Numayla ibn Abdullah Laysi raziyallohu anhuni qoldirgan deydi. Her holda avvalgi qarash to'g'riga ko'p yaqindir. Mujohidlar Xaybarga qarab yurib ketgandan keyin Abu Hurayra raziyallohu anhu musulmon bo'lgan edi.
u Madinaga kelganda Sibai ibn Arfata roziyallohu anhu bomdod namozi o'qiyotdi. Sibai roziyallohu anhu namozdan forig' bo'lgandan keyin Abu Hurayra roziyallohu anhu uning bilan ko'rishdi. Sibai roziyallohu anhu uni safar rasxoti hozirlab yo'lga silib qo'ydi. Shuning bilan u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning keyindan Xaybarga bordi. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam musulmonlarga tushuncha berib, Abu Hurayra roziyallohu anhu va uning hamrohlarini g'animatga sherik qildi. Munofiqlarning yahudilarga axborot yetkazganligi. Munofiqlar yana yahudilarning ketminini chepishga boshladi. Munofiqlarning katibishi Abdullah ibn Ubay Xaybar yahudilariga Muhammad sallallohu alayhi vasallam sizlarni qaslab yurib ketdi. Faqat bo'linglar, ammo qattiq qo'rqib ketmanglar, chunki sizlar son va sifat jihatda uningdan ko'p ustun. Muhammadning sallallohu alayhi vasallam odamlarning qurollari oddiy, soni cheklik, soyoq odamlardir deb yoshirin axborot yo'lladi. Xaybarliklar axborotni topshirib olgandan keyin darhol harakatga kelib, Kanana ibn Abil Huqayiq bilan Havza ibn Qaysni G'atfon qabilasiga yordam so'rashga avatdi. Chunki ular Xaybar yahudilarining qadinas ittifoqdoshlari va musulmonlarga qarshi eg'iz burun yalishadigan yaloqchi do'stlari edi. Ular bu qitim musulmonlar ustidan g'olib kelsa, Xaybar jang'i g'animatlarining yerimini G'atfon qabilasiga berishga va'da qilishdi. Xaybar yo'li. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Xaybar safarida Isir, ya'ni bir so'zda asir, tog' tizmalarini bo'ylab mengib, Sabai bir joyning ismi. U yerdan o'tib, Raji'i yana joy ismi. U yerga kelib tushdi. Bu yer bilan G'atfonliklarning o'ttirisi bir kecha kunduzlik yo'l edi. Dal shu kunlarda G'atfonliklarmi jang tayyorliklarini bitkizib, yahudilarga yordam berish uchun Xaybarga qarab kelyotdi. Ular o'tira yo'lga kelganda keyni tarafda ushtumta cho'qon suran anglandi. Shuning bilan ular musulmonlar oila tavobatlarimizga va mol-mulklarimizga hujum qildi deb o'ylab, darhol orqaga yenib, o'z mahalla qishloqlarini qo'g'dashning ko'yiga tushdi va payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan Xaybarliklarning ishiga aralashmaslikni qaror qildi. Ondan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qo'shinga yo'l boshlab menayotgan ikki yo'l boshlig'ichining biri, uning ismi Hasil edi. Uni chaqirib Xaybarga shimol, ya'ni Sham tarafdan kirgili bo'ladigan eng muvofiq yo'l bilan boshlab minishni talab qildi. Shunda qilganda G'atfonliklarning Xaybar mojarosiga aralashishining oldini olg'ili bo'ladi hamda Xaybar yahudilarini Shamga qochib ketishdan to'sib qolg'ilimi bo'ladi. Bu chaqda ularning biri, "Men boshlab mangay, ey Rasululloh" deb qo'shinning oldiga kirib mangdi. Bir chaqda u 4 yo'lga bo'linadigan bir ochal eg'iziga kelib to'xtadi va "Ey Rasululloh, bu yo'llarning hammasidan nishonga yetkil bo'ladi. Qaysisiga yo'l olamiz?" deb so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni shu yo'llarning nomini bir-birlab aytib berishga buyurdi. U "Hazan, qayg'u" dedi. Shu yo'llarning birisini ko'rsatib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu yo'lni besishga royi bormidi. Yo'l boshlig'ichi yana birining nomini Shosh, Chochqun degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningmi beshini chayqadi. Ondan yana birini ko'rsatdi va buning nomi Hatib, o'tun targuchi dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buningmi bo'lmaydi dedi. Bu chaqda Hasil, endi birla yo'l qoldi degan edi. Umar roziyallohu anhu aytmamsan, uning nomi nima deb oldiratdi. U Marhib, qarshi olg'uchi degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu yo'lni tanladi. Yo'l ustida yuz bergan voqealar. Birinchi, Salima ibn Akbar roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda bundoq deyiladi. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan Xaybar jangiga chiqqanda kechasi yo'l yurgan edik. Musulmonlardan bir kishi Amir ibn Akbar roziyallohu anhuga "Ey Amir, bizni mo'nliq ovozing bilan huzurlantirmamsan?" dedi. Amir roziyallohu anhu yetishgan shoir ham naqshchi edi. Shuning bilan u etidan tushib, "Hoy" aytib kishilarga muoshira va naqsh aytib berishga boshladi. U mundaq deydi:
Rabbimiz sen bolmasan tapmas iduq hidayet. Bilmez iduq nimidur zakat, namaz, roza, ibadet. Mağfiret kıl can pidadur sana Tengrim şadxoram. İlişqanda yav bilen ata kılgın metanet. Begişligin bizlerge xotirjamlik saadet. Bisim qılsa kufri el, qılmasmiz hiç itaat. Qancha sören salsımı mensitmeymiz ta ebed. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kim deb so'radi. Kişiler Amir ibn Akva degaydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah onun rahmet qilsin dedi. Bu çağda cemaat içinden bir kişi "Ey Resulullah, onunğa vacip qıldın, yani şehitlik şerbeti tiledin. Bizni onun söhbetinden behriman qılsan bolmasmıydı?" dedi. Çünkü ular Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her qandaq adamga ayrım dua qılsa, o kişi şehitlik tapıdı deb biletdi. Allah'ın iltifatı bilen o muşu uruşda şehitlik maqamıga yetdi. İkinci, sefer davamında musulmonlar qo'shini bir o'ymonliqqa yaqinlab kelganda hammasi unlik sada bilan Allohu akbar, la ilaha illallohu vallohu akbar deb cho'qan salg'aydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Özüңlarga hay beringlar, ya'ni o'rinsiz vaqirmanglar. Chunki sizlar qachiga yoki yo'q, g'oyib narsaga emas, balki hamisha sizlardan ayrilmaydigan so'zinglarni anglab turg'uchi Allohga duo qilasizlar" dedi. Üçüncü, Xaybarga yaqin joy Sa'batga borganda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem musulmonlar bilan asr namozini o'qidi. Namozdan keyin g'izalanish uchun oziq tulik to'shig'uvchilarni chaqirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemning oldiga faqat talqonlar keltirildi. Shunga u talqonni namditib ozroqlar edi. Boshqalarmi edi? Arqadan namoz sham vaqti bo'lib edi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eg'izni chayqab etib namozga turdi. Sahobalarmi shunday qildi. Qayta tahorat olmadi. Uningdan keyin xubdan namozini o'qidi. Shunday qilib, bu qatimliq kitob o'qishimiz mushargich bo'ldi. Kelar qatim ko'rishaylik, xayr xo'sh, Allohga omonat.